Xo'p, endi ko'radigan bo'lsak, bozorda stochastik degan indikatorimiz bor. Bepul indikator bu, hamma trading view akkauntlarda bor. Bu indikatorimizni ishlatish usulini men sizlarga o'rgataman. Stochastic desak, mana shu stochastic on balance wall deb chiqadi. Ustiga o'rnata bossak, o'sha grafikimizga qo'shiladi. Davom etadigan bo'lsak, narximiz mana bu yerda bizda impuls pastga qarab tashadi. Mana narximiz bu yerda tashadi, bezatkad ketyapti bu yerda. Ketganida pastda stochastik indikatorimiz ham mana shu joyda bizni impulsimiz bir xil tashalgan. Bunda ham indikatorimizda. Hop, endi bozor bu yerda M-ga tushgan, shuning uchun bu yerda shuni qatib qo'ygan. Ko'rsanglar, mana yerda bozor orqasiga qaytdi, ma'lum bir joyga tushdi va orqasiga tepaga ketishni boshladi. Tepaga ketishni boshlagan paytda stochastikda ham mana ko'tarilish ketdi. O'ng tarafdagi darajalarga endi e'tiborli bo'lasizlar, shu impulsdan keyingi ko'tarilish yoki tushishda. Stochastik indikatorimizda 80 urovni turibdi. Mana 80 urovni bilan bizga 20 urovni ahamiyatli hisoblanadi. Buy yoki sell ishlatayotganda. Hozir bizda impuls sellga bo'lgani uchun stochastik indikatorimiz orqasiga qaytganida bizda 80 urovnimiz ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni impulsdan keyin bizda texnik analizimizda svechalar orqaga qaytyapti. Indikatorimizda esa xullas level 80 urovnga narximiz keldi. Kelganidan keyin biz bitta shu indikatorda 80 urovnga qarab turib, bu yoqqa o'tib turib, xullas kichkina time framelarda sellga tasdiq istashni boshlaymiz. 80 urovnga kelganidan keyin. Xo'p, endi bu yerda kichkina time framelarda qanaqadir tasdiqlar bergan bo'ladi sellga. Misol, mana shu yerda bizda kichkina time frame'da qanaqa tasdiq bor? Kelyapti bozor, minimumni yoryapti, ya'ni cho'ch hosil qilyapti. Cho'ch hosil qilganidan keyin bizda orqasiga qaytyapti-da, ma'lum bir likvidnessni yechib turib bozor dalshi ketyapti. M3 ga oladigan bo'lsak, bu yerda qanaqadir yana switchnoy tasdiq bergan bo'ladi. Xo'p, M1 da galava plichodan signal berdim aytsa, shu narsa ham bor edi. Xo'p, bu yerda mana bozor keldi-da, chiqdi, orqasiga qaytib minimum hosil qildi, tepaga chiqdi, maksimum hosil qildi va ikkinchi galavasi chiqyapti. Plichos yelkasi ham. Biz shu yerda sellga entry qildik, xullas shu asos bilan. Hop, sellga entry qildik-da, stop lossimizni bu yerga qo'ydik. Bu yerda shortga entry qildik, stop lossimiz maksimumdan ozgina teparoqda deb o'tildi. O'tilganidan keyin bizda tasdiq bo'ldi, entry bo'ldi. Endi yana stochastik ko'rgan time frame'imizga qaytamiz. Qaytganimizdan keyin bizda entry'miz bo'ldi va take profitlarimiz qayerda bo'ladi degan savolga bizda impuls tugagan joy bo'lyapti. Ya'ni bu joy minimum 3964. Take profitni iloji boricha shu yergacha qo'yib, cho'zib ushlab kelamiz. Ya'ni bu tarzda bo'ladi. Shu tarzda savdoga kiriladi va foyda chiqib ketish imkoniyatimiz bo'ladi. Biz hozir nimalarga qaradik? Bozor impuls bilan oqdi. Oqganidan keyin biz bu yerda oqish kuzatdik stochastik indikatorda. Bozor qaytganida stochastik indikator ham orqasiga qaytdi-da, 80 urovn biz uchun daraja hisoblandi. Stochastik indikatorimiz 80 urovnga yetganida biz bozordagi grafikka qaradik. Kichkina time frame'larda M1, M5, M3 larda sellga tasdiq istab turib, sellga qo'shilib oldik va stop lossini qo'yganimizdan keyin take profitimiz bizda impuls tugagan joy, ya'ni minimumda biz anchagina foyda qilib chiqib ketsak bo'ladi. Juda bozor chiroyli bo'lib yurib bergan. Risk отношенияsi ham 1 ga 5,5 bo'lib ketdi. Bu yerda 650 pips harakat kuzatilgan. Shu stochastik indikatorda impuls paytida ishlasanglar ancha foydasi tegadi. Xo'p, buyga ham hozir bir marta ko'rib qo'yamiz agar iloji bo'lsa.
Bayga ishlaganini ham. Bayga endi qachon impuls bo'lgan. Xo'p, bu selda ham ko'rsak bo'ladi misol. M30dami? M30da juda chiroyli mana chiqyapti. Kelganidan keyin bozor bu yerda mana impuls bilan oqdi. Oqganidan keyin orqasiga qaytyapti. Stochastikda ham mana bozor oqdi. Oqganidan keyin bozor orqaga qaytayotganda stochastik indikator ko'tarilib 80 darajaga chiqqanidan keyin biz bu yerda grafikka o'tdik. Grafikka o'tganimizdan keyin nima qilamiz endi? M5 ga o'tamiz. Xo'p. M5 ga o'tganimizdan keyin biz selga tasdiq qidirishni boshlaymiz. Selga tasdiq qidirib ko'rsak, bu yerda bizda M5 da SMC bo'yicha cho'ch shakllangan, ya'ni cho'ch bergan bozor. Cho'ch berganidan keyin bizda minimum tasdiqladi. Demak, biz Fibonacci tortib ko'rsak, misol oddiy OT entry zonamizni olib turib, maksimumdan minimumga Fibonacci tortib ko'rdik va biz OT zonamizga kirganida short pozitsiyaga entry qilishni boshladik. Stop lossimiz doimgidek maksimumdan ozgina tepada bo'ldi, ya'ni 80 pips bo'ldi-da. Take profitimiz stochastikda ko'rgan time frame'imizga qaytdik yana. Qaytdikda impuls tugagan joyga olib qo'ydik. Olib qo'yganimizda bozor mana ko'rsanglar, juda chiroyli yana bizni take profitimiz kelib uryapti. Bu yerda riskimiz 1 ga 14 pashti bo'lyapti. 8 pips stop, 80 pips stop loss bilan xullas 1000 pips take profit uryapmiz. Menimcha bu juda yaxshi stochastik indikator bilan ishlash. Xo'p, bayga yaqin o'rtada bayga normal impuls bo'lmadi, lekin bayga ham bir ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Buni yaxshiroq ishlatish uchun aynan impuls bo'lgan bo'lish kerak. Misol bitta manaqa kichkina imbalanslar bo'lmaydi. Bunda misol stochastik ishlagan yo ishlamagan. Bozor bayga chiqqan ekan. Stochastik indikatorimiz nechi? 30 larga kelib turib, orqasiga yana razvorot olishni boshlagan ekan. Ko'rib, yana bir bozorda backtest qilib, o'zingizlar ham tushunib ishlatishni o'rganib olsanglar bo'ladi.